Assalomu alaykum. Amir Temurning Xitoyga qarshi yurish qilishini boshlanishi haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Agar video yoqsa, albatta like bosing. Bu bilan siz bu mavzudagi videoni boshqalar ko'rishligiga ham sababchi bo'lasiz. Amir Temur mashhur 7 yillik yurishdan g'alaba bilan qaytib kelgach, o'z g'alabasining sharafiga katta ziyofat beradi. Sharafiddin Aliyazdinning yozishicha, mazkur zayl ziyofat asnosida o'zining 9 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 5 nafar nabirasining unashtiruv to'yini ham qo'shib o'tkazadi. Ammo sohibqiron Amir Temur 7 yillik yurishdan qaytgach, hali hordiq chiqarib ulgurmasdanoq tarixda mashhur Xitoyga qarshi yurishga taraddudlanadi. Shu o'rinda Amir Temur davlatining sharqning buyuk mamlakati Xitoy bilan munosabatlari to'g'risida ikki og'iz so'z. Tarixiy manbalarda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinishicha, ikki o'rtadagi munosabatlar sohibqiron davrida u qadar do'stona bo'lmagan. Bunga Xitoy davlati hukmdorlarining yuritgan buyuk davlatchilik siyosati sabab bo'lgan edi. Min imperatorlari Xitoyga qo'shni bo'lgan mamlakatlarni Xitoyga qaram mamlakatlar, xalqni esa Xitoyning tabalari deb hisoblar edilar. Amir Temurning elchilari va savdogarlari olib borgan sovg'a salomlarni esa o'lpon deb bilardilar. Amir Temur ham Xitoy elchilari bilan shunga yarasha munosabatda bo'lardi. Klavixoning esdaliklarida bunday ma'lumotlarni uchratamiz. Xitoyda 1368-yili qo'zg'olon natijasida Yuan Mo'g'ul sulolasi tugatilib, yirik markazlashgan Ming saltanati tashkil topdi. Ming sulolasining hokimiyat tepasiga kelishi va uni mustahkamlanishi bilan bog'liq tadbirlar Xitoyning boshqa davlatlar, jumladan Amir Temur davlati bilan savdo elchilik aloqalarini to'xtatib qo'ydi. Shu sababdan 14-asrning ikkinchi yarmi, dastlabki 2-10 yilligi davomida musulmon manbalarda ham, Xitoy manbalarida ham savdo elchilik aloqalari bo'lganligi qayd etilmagan. Amir Temur 1389-yili Mo'g'ulistonni uzul-kesil o'z tasarrufiga kiritgach, Xitoy bilan savdo aloqalari tiklanadi. Mazkur munosabatlar Xitoyda Ming sulolasining dastlabki hukmdori imperator Chiju Yuanchang hukmronligi vaqtiga to'g'ri keladi. O'sha davr Xitoy manbalaridan biri Ming Shiluda Ming sulolasi imperatorlari hukmronligi haqidagi haqqoniy xotiralarda 1389-yil 1398-yillar mobaynida Xitoyga Amir Temur nomidan 9 marta elchi kelganligi qayd etilgan. Xitoydan o'z navbatida 1395-yilda Fuan boshligida Samarqandga Temur saroyiga elchilar yuborilgan. U Xitoydan qaytgan Amir Temur elchilari bilan yo'lga chiqqan edi. Bo'riboy Ahmedovning qayd etishicha, Hazrat sohibqiron 1395-yili kelgan Xitoy elchilari Anchiji Dao bilan Go'zini 2 yildan keyin 1397-yili qabul qiladi. Mazkur elchilik Xitoyga 1405-yili qaytib borgan. Ming sulolasining tarixida Xitoy elchilarining Samarqandda qariyb 10 yil qolib ketishiga o'lpon xususidagi tortishuvlarning cho'zilib ketganligi sabab qilib ko'rsatilgan. O'rta Osiyo tarixining bilimdoni akademik Vladimir Balturning Amir Temur hamda Ming sulolasining tarixiy manbalaridan olib bergan ma'lumotlariga qaraganda 1387-yilda Amir Temur Mavlono Hofiz nomli kishini Xitoyga elchi qilib yuboradi. Xitoy imperatoriga elchi bilan birga bosh tariqasida 15 ta ot va 2 ta tuya jo'natgan. Shundan so'ng ot va tuyalar har yili jo'natilib turilgan. 1392-yilning bojiga bir to'p mato ham qo'shib yuborilgan. Mazkur elchilar Xitoydan qaytganda Xitoy imperatori sobiq Mo'g'ul sulolasi hukmronligi davrida Gansu viloyatida o'rnashib qolgan 1200 nafar musulmonni ham elchilarga qo'shib Samarqandga jo'natgan. 1394-yilda Amir Temur Xitoyga 200 ta ot jo'natgan. Yana manbada keltirilishicha, qaysi yilda ekanligi noma'lum. Amir Temur tarafidan yuborilgan otlarning soni mingtaga yetgan. Xitoy tomoni ham mazkur sovg'alar evaziga qimmatbaho toshlar, qog'oz pullar jo'natgan. Qanchalik to'g'ri? Xitoydan Temurga birinchi marta elchi 1395-yilda kelgan. Elchilarning nomi Anchiji Dao va Go'zi bo'lgan. Elchilar Samarqandga odatdagidek Qashqar va Farg'ona orqali emas, balki Semirechye orqali kelishgan. Biroq mazkur elchilarga o'z vatanlariga qaytish faqatgina Amir Temur vafotidan so'ng nasib qilgan. Fransuz tarixchisi Lucien Keren sohibqiron va Xitoy imperatori o'rtasidagi kelishmovchiliklar sababini quyidagicha izohlaydi. 14-asrda ro'y bergan qo'zg'olon natijasida Chingiziylar Xitoydan quvildilar. Qo'zg'olon yetakchisi Minxovu taxtga o'tirdi va Movrunnahr hukmdori Amir Temurdan Pekin xoniga tegishli izzat-hurmatni endi o'ziga ko'rsatishni talab qildi. Imperator ikki elchisini bandaylab 1385-yili ozodlikka chiqargandan so'ng sohibqiron Xitoy imperatoriga har 2-3 yilda sovg'a berib turish odatidan voz kechish yo'lini axtara boshladi. Zero bu sovg'alar uzoq bir vassalning o'z hojasiga berib turadigan xirojga o'xshardi.
Biroq uning o'rniga taxtga o'tirgan Yunglo ilgargi imperatorga ko'rsatiladigan iltifotni davom ettirib turishni hayosizlarcha talab qildi. Minshiluda yozilishicha, Xitoy imperatori 1395-yili Fuan boshchiligida Samarqandga Amir Temur huzuriga yana elchilar yuborgan va ular orqali imperator muhri bosilgan maxsus maktub ham yo'llagan. Fuan boshchiligidagi elchilar Xitoydan 1395-yili yo'lga chiqqanligi to'g'risida Minshiluda ham xabar bor. Ular Xitoydan qaytayotgan Amir Temur elchilariga hamroh bo'lganlar. Sharafiddin Aliyazdiyning Zafarnoma asaridagi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur elchilar 1397-yilning qishida Amir Temur Sirdaryo bo'yida Toshkent viloyatining Chinoz qishlog'ida qishlab turgan paytda o'sha yerga yetib borganlar. Asar muallifining guvohlik berishicha, Xitoy tomonidan Xitoy podshosining elchilari kelib, sohibqiron huzurida bo'lgan, tortiqlar keltirilgan, yaxshi qabul qilingan va qaytishga ruxsat so'ragan. Fuanning ushbu safari to'g'risida dastlab nemis olimi Breshneyder yozgani ma'lum. Uning ta'kidlashicha, elchilar 12 yil qolib ketganlar. Buning asosiy sababi Xitoy imperatorining o'z maktubida Amir Temur elchilar orqali yuborgan sovg'alarni o'lpon deb baholaganida bo'lib, bu haqda manbalarda aniq ko'rsatilgan. Masalan, Kastiliya qirolining elchisi Rui Gonzales de Clavijo o'zining kundaligida Xitoy podshosi Chayskaning bosh talab qilib yuborgan elchilari deb yozgan. Xitoy sonnomasi Minshiluda ham Fuan va boshqalar ushlab qolindi. O'lpon kelish ham to'xtadi degan jumlani o'qishimiz mumkin. Agar biz Xitoy elchilarining ushlanib qolganligi to'g'risidagi ma'lumotni bilmaganimizda edi, deb yozadi Vladimir Baltor. U holda bu so'zlardan elchilar Xitoyga qaytib ketganlar degan fikr kelib chiqqan bo'lar edi. Albatta Amir Temurning g'azablangani asosli edi. Fuan taqdim etgan va o'lpon so'ralgan maktub Xitoy imperatorining muhri bilan tasdiqlangan bo'lib, rasmiy hujjat sanalardi. Sharafiddin Aliyazdiy Zafarnomasida Xitoy imperatorining nomi To'ng'izxon deb atalganligining sababi ham ehtimol shundadir. Amir Temurning Xitoyga yurish qilishining sabablaridan biri ham Xitoy imperatorining bosh talab qilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Elchilarning ushlab qolinishi albatta yaxshilikdan dalolat bermas edi. Xitoyda Mo'g'ul sulolasining hukmronligi tugatilishidan so'ng hokimiyat tepasiga Min sulolasining kelishi Xitoydagi musulmon aholisining ahvoli yomonlashuviga olib keldi. 1398-yilda Xitoy imperatorining buyrug'i bilan 100 ming musulmon fuqarosi qirib tashlanadi. Bu voqealardan Amir Temur bexabar bo'lgan deb bo'lmaydi. Chunki Sharafiddin Aliyazdiy, Nizomiddin Shomiy va G'iyosiddin Alilarning yozishicha 1398-yilda Amir Temur Xitoyga borib, butparastlarni qirib tashlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. Amir Temur Xitoy imperatorining elchilarini ushlab qolgan bo'lsa ham, biroq ularning elchilik hurmatini saqlagan va o'zining buyuk hukmdor ekanligini ko'rsatish uchun elchilarga saltanatning uzoq go'shalarigacha borib ko'rishni buyurgan. Shu asnoda Fuan boshchiligidagi elchilarni mamlakatning ko'pgina joylariga, Movrun Nahr, Xuroson, Eroni Zamin va boshqa shaharlarga olib borganlar. Undan tashqari Fuan rasmiy qabul marosimlarida ham sohibqironning ayonlari qatorida o'tirgan. Kastiliya qiroli elchisi Rui Gonzales de Clavijo o'z kundaligida Samarqandda Amir Temur huzurida bo'lganida u yerda Xitoy elchilari o'tirgani haqida yozadi. Clavijo kelgan yili Samarqandga Xitoy imperatorining elchilari ham kelgan edilar. Ular o'lpon talab qilib kelgan ekanlar. Eshik og'aboshi boshqa mamlakat elchilarini, Ispaniya elchisini ham Xitoy elchisidan keyin o'tkazib qo'ygan ekan. Amir Temur buyurib ularning o'rinlarini almashtirib qo'ygan. Videoni ikkinchi qismini kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.